Ozg'inchalarim, bugun sizlarga poliglotni obzor qilaman. Ketdik. Birinchi o'rinda bizni reseption kutib qoladi. Bu yerdagi qizlar xush muomala bilan sizga ruscha, tojikcha, qolaversa o'zbekcha ma'lumot berishlari mumkin va darslarga yozib qo'yishadi. Samarqanddagi eng zo'r o'qituvchilar shu yerda dars berishadi. Bu esa o'quvchilarning natijasi. Agarda men ham 1 yil oldin shu yerga kelib dars olganimda IELTS 7, 8, 9 olgan bo'laydim. Kelinglar. Bu yoqqa zalga ham kelish shart emas. Zinalarga chiqib tushaverib ozib ketasizlar ekan. Har bitta poliglotning filialida kichkintoylar uchun darslar mavjud. Bizning ham davrimizda shunaqa darsliklar bo'lsa edi bu. Voy, muncha chiroyli xona ekan. Sizlarda doska bor ekan. Biz davrimizda mana bunaqa kartonni doska bo'lardi-ku, men bilan o'shanaqa bordi. Bunaqa sensorlar chiqib ketibdi. Qancha bu o'zi? $20. Ozg'inchalarim, bu yerda kabinetlar ko'p ekan, hammamizga joy yetadi, kelinglar. Ozg'inchalarim, bu yerda не только IELTS, Sefer kurslari ham bor ekan. Kelinglar. Agarda uyingizda posuda ko'payib ketgan bo'lsa, dars qila olmayotgan bo'lsangiz, bemalol mana bunaqa shahar ko'rinayotgan panoramli okna oldida bemalol dars qilishingiz mumkin. Darsda oldinma kiyimi farqi yo'q. Voy, yumshoqqina ekan, o'zimga o'xshagan. Operator bu yoqqa. Bu yoqqa ke. Ozg'inchalarim, popkamizni ko'taramiz va ingliz tiliga kelamiz. Tushuninglarmi? Vaqt ketyapti, o'qishga kirish kerak. Tezroq bo'linglar.